Assalomu alaykum. Efirda axborot 24 informatsion dasturi. Dastlab qisqacha. Yurtimizning bir guruh pedagog kadrlari Finlandiya va Shvetsiya mamlakatlarida malaka oshirdi. Xavfsiz muhitni ta'minlashga qaratilgan targ'ibot tadbirlari. Yengil atletika bo'yicha Osiyo chempionatida vakillarimiz muvaffaqiyatli ishtirok etishmoqda. Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida Shanxay hamkorlik tashkilotining O'zbekistondagi xalq diplomatiyasi markazi hamda barqaror rivojlanish markazi bilan hamkorlikda Markaziy va Janubiy Osiyo tarixiy aloqalar, zamonaviy hamkorlik va taraqqiyot istiqbollari mavzusida davra suhbati bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. O'tkazilgan davra suhbatida Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo mintaqalari o'rtasidagi tarixiy rishtalar, bugungi hamkorlik aloqalari hamda kelajakdagi taraqqiyot istiqbollari muhokama qilindi. Muhokamalarda ta'lim va ilm sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish, madaniy diplomatiyani kuchaytirish hamda barqaror taraqqiyotni ta'minlash bo'yicha muhim taklif va tashabbuslar ilgari surildi. Shu konferensiyada davlatimiz rahbarining shu Pokistonga bo'lgan tashriflari va uning mohiyati nimalardan iborat bo'lganligi bo'yicha muloqot bo'lyapti. Pokistonni, Janubiy Osiyoni o'rganish bo'yicha ilmiy ish olib borgan mutaxassislar bu yerda. Yana bir jihati bu yerda yoshlar ham bor bu yerda. Savollar berishyapti, o'zlarining fikrlarini bildirishyapti. Dadillik bilan bu juda ham yutuq. Bugungi tadbirimiz mana shu Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqasi, ya'ni O'zbekiston, Pokiston munosabatlari, uning tarixiy ildizi yoki bo'lmasam hozirgi zamonaviy hamkorlik, hozirgi munosabatlar bo'yicha amalga oshirilyapti va turli olimlar hamda bu yerdagi yetakchi mutaxassislar hamkorligida birgalikda muhokamalar o'tkazilyapti. Ya'ni tarixdan amalga oshirilgan munosabatlarni hozir kunga kelib qay darajada rivojlanganligi, kelajakdagi munosabatlar qay tarzda rivojlanishi bo'yicha muhokamalar ketyapti. Shuningdek, pokistonlik yozuvchi Muhammad Abbos Xonning O'zbekiston 3-Renessans kelajak konsepti nomli urdu tilidagi kitobi ham namoyish qilindi. Ushbu kitobda prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 3-Renessans poydevorini yaratish g'oyasi insoniyatni hamkorlikka chorlash, tinchlik va muloqot kabi qadriyatlarga asoslangan buyuk o'zgarishlar loyihasi, shuningdek, vaqt tizimiga bo'ysunmas abadiy g'oyalardan biri sifatida taqdim etilgan. Men 45 yildan buyon Toshkentda, ya'ni O'zbekistonda yashayman. Bu yerga kelganimda esa shuni bildimki, Beruniy, Xorazmiy, Bobur kabi buyuk shaxslarning barchasi aynan O'zbekiston zaminida tug'ilgan ekan. O'shanda ichimda savol tug'ildi. Nega shunday? Qanday qilib biz Pokistonda ularni o'z qahramonlarimiz deb bilamiz? Holbuki ular shu yerda tug'ilib, bu xalqning qahramonlari ekan. Ana shunda bir haqiqat ochildi. Sizlar ham bizniki, biz ham sizniki. Bizning ajdodlarimiz bir. Vaqt o'tishi bilan odamlar bilan ko'proq uchrashdim. Birga ishladim, suhbatlashdim. Men o'zbek xalqiga tobora yaqinlashdim va shuni tushundimki, bizning asl tariximiz bu Markaziy Osiyo tarixi, O'zbekiston tarixidir. Ana shunda angladimki, biz aslida bir xalqmiz. Men o'zimga shunday maqsad qo'ydim. Pokistonliklarni o'zbeklar bilan, o'zbeklarni esa pokistonliklar bilan tanishtirish. Shu niyatda kitob yozishni boshladim. Pokiston gazetalarida minglab maqolalar yozdim. Bir nechta kitoblar nashr qildim. Bu asarlarim orqali O'zbekiston xalqini Pokistonga tanishtirdim. Yangi asarim esa 3-Renessansga bag'ishlangan bo'lib, bugun O'zbekiston prezidentining islohotlari uzoq yillik ekani va o'zining real natijasini berayotgani kabi g'oyalarga asoslangan. Umuman, mazkur davra suhbati Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlash, ilmiy va madaniy aloqalarni kengaytirishga xizmat qiluvchi muhim maydon vazifasini o'tadi.